Hurmatli foydalanuvchilar, ushbu video qo'llanmada ijtimoiy shartnoma modulining ishlash tartibi, ya'ni shartnomani tizimga qanday biriktirishni ko'rib chiqamiz. Dastlab o'ng tomonda modullar bo'limiga bosamiz va ushbu modullar ichidan bizga kerakli bo'lgan ijtimoiy shartnoma tizimi modulini tanlaymiz. Ijtimoiy shartnoma tizimiga kirganimizdan so'ng yangi shartnoma qo'shish tugmasini bosamiz va shartnoma tuzgan fuqaroning PINFEL raqamlarini kiritamiz va Enter tugmasini bosamiz. Fuqaroga tegishli shaxsiy ma'lumotlar avtomatik shakllanadi va shartnoma tuzilgan sanani belgilaymiz. Shuningdek, shartnoma raqamini ham kiritib o'tishimiz zarur bo'ladi. So'ng shartnoma faylini tizimga yuklaymiz. Faylni tanlang tugmasini bosamiz va bizga kerakli bo'lgan faylni belgilaymiz. So'ng yordam turini, ya'ni fuqaroga ko'rsatilayotgan yordam turini belgilaymiz va fuqaroning majburiyatlarini belgilashimiz zarur bo'ladi. Bunda bir nechta turni ham tanlashimiz mumkin. Va shartnoma shartlariga asosan dastlabki holat faylini biriktirishimiz zarur bo'ladi. Va saqlash tugmasini bosamiz. Saqlash tugmasini bosganimizdan so'ng bizda ushbu shartnomani tasdiqlagunimizga qadar o'ng tomonda tahrirlash va o'chirish imkoniyati mavjud bo'ladi. Shartnoma tasdiqlanganidan so'ng tahrirlash va o'chirish imkoniyatlaridan foydalana olmaymiz. Shartnomani tizimga biriktirish tartibi shundan iborat.